Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hozirroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Tramp va Eron o'zaro tahdidli bayonotlar almashishda davom etmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Trampning ixtiyorida faqat imkonsiz harbiy operatsiya va foydasiz kelishuv o'rtasida tanlov qolganini aytyapti. Davlat televideniyasi orqali uzatilgan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy, Rossiya va Yevropa Trampga qarshi pozitsiyani o'zgartirgan va AQSh prezidenti endi bir qarorga kelishi shart. Eron Pentagon uchun blokada bo'yicha yakuniy muddatni belgiladi. Xitoy, Yevropa va Rossiya o'z pozitsiyasini o'zgartirmoqda. Bularning barchasi faqat bir narsani anglatadi. Tramp imkonsiz harbiy operatsiya yoki Eron Islomiy Respublikasi bilan yomon kelishuvdan birini tanlash kerak. AQShni hiyla qilish maydoni toraydi, deyiladi bayonotda. Shu bilan birga Tramp Eronning yangi taklifini katta ehtimol bilan rad etishini bildirdi. Men yaqin orada Eron bizga yuborgan rejani ko'rib chiqaman, lekin uni qabul qilishni tasavvur qila olmayman. Chunki ular so'nggi 47 yil davomida insoniyat va butun dunyo uchun qilgan ishlari uchun hali yetarlicha jazolanmadilar, dedi Donald Tramp. Eron AQShga mojaroni yakunlash bo'yicha 14 banddan iborat tinchlik rejasini yubordi. Bu haqda Tasnim xabar berdi. Hujjatda urushni to'xtatish uchun asosiy shartlar va kelishuv yo'l xaritasi bayon qilingan. Ma'lum qilinishicha, hujjat Pokiston tomoni orqali Tehron va Vashington o'rtasidagi muzokaralar doirasida yetkazilgan. Bu reja AQSh tomonidan ilgari surilgan 9 bandlik taklifga javob hisoblanadi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Eron asosiy masalalarni 30 kun ichida hal etishni talab qilmoqda. AQSh taklif qilgan 2 oylik sulh o'rniga Tehron urushni to'liq yakunlashga urg'u bermoqda. Rejada quyidagi asosiy talablar keltirilgan: harbiy harakatlarni to'xtatish, AQSh tomonidan hujum qilmaslik kafolatlari, AQSh qo'shinlarini chegaraga yaqin hududlardan olib chiqish, dengiz blokadasini bekor qilish, Eron aktivlarini muzdan chiqarish, kompensatsiya to'lash, sanksiyalarni bekor qilish, Livan kabi yo'nalishlarda ham harbiy harakatlarni to'xtatish. Shuningdek, hujjatda Hormuz bo'g'ozidagi vaziyatni tartibga solish mexanizmi bo'yicha takliflar ham mavjud. Hujjat Eron davlat organlarida ichki kelishuvlardan o'tkazib yuborilgan. Eron AQShdan ushbu takliflarga rasmiy javob kutmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp esa Eron tomonidan taklif qilingan shartlar qabul qilinishi ehtimoldan yiroq ekanini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, Washington rejani o'rganadi, biroq uni maqbul deb hisoblamaydi. Axios nashri muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan fonida AQSh Eronga qarshi qisqa ammo kuchli zarbalar variantini ham ko'rib chiqayotganini xabar qilgan. Eron Yaqin Sharqdagi 16 ta AQSh harbiy obyektini ishdan chiqardi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Eron tomonidan berilgan zarbalar Yaqin Sharqdagi kamida 16 ta AQSh harbiy obyektiga jiddiy zarar yetkazdi. Bu haqda CNN xabar berdi. Gap 8 davlat hududida joylashgan bazalar va harbiy pozitsiyalar haqida bormoqda. Ularning ayrimlari hozircha deyarli foydalanishga yaroqsiz holga kelgan. Telekanal ma'lumotiga ko'ra, bu zarbalar tezkor, aniq va zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan holda amalga oshirilgan. Misol sifatida Kuvayt bazasi keltirilgan. U yerda aloqa sun'iy yo'ldosh antennalari himoya qilish 6 gumbazdan 5 tasi yo'q qilingan. Shuningdek, zarbalar Saudiya Arabistoni hamda Iordaniya aviabazalaridagi radar tizimlariga ham ta'sir ko'rsatgan. AQSh Kongressdagi manbalardan biri radar tizimlariga yetkazilgan zararni eng sezilarli yo'qotish deb hisoblagan. Chunki bunday tizimlardagi mintaqaviy eng qimmat va cheklangan harbiy resurslardan hisoblanadi. Avvalroq Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSh Eron bilan mojaro davomida hech bir strategik maqsadga erisha olmaganini aytgan.
Mojaro 28 fevral kuni Eronda portlashlar bilan boshlangan. Isroil armiyasi Eron hududiga oldindan zarbalar bergan. Keyinchalik AQSh prezidenti Donald Tramp Epic G'azab nomli keng ko'lamli harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qilgan. Zarbalar oqibatida Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomenei halok bo'lgan. Mamlakatda 40 kunlik umumxalq motami e'lon qilingan. Keyinchalik Tehron AQSh harbiy bazalariga raketalar va dronlar bilan javob zarbalarini bergan. Mojaro Bahrayn, Qatar, Kuvayt, Saudiya Arabistoni va Iroq kabi qo'shni davlatlarga ham ta'sir ko'rsatgan. 8 aprel kuni AQSh zarbalari vaqtincha to'xtatilgan. Trampning aytishicha, Vashington Tehrondan mojaroni tartibga solish bo'yicha takliflar olgan.